Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun sizlarga mushu bosh og'rish to'g'risida ozroq leksiya so'zlamoqchi. Hammanglarning diqqat qilib anglashinglarni umid qilaman. Meningcha mushu kunlarda beshi og'rimagan odam ko'p bo'lmasa kerak. Undaqda bosh og'rig'i qandaq bir og'riq? Bosh og'rig'i psixikalik, ya'ni ro'yi va yoki fizikalik sabablar tufaylidan kelib chiqqan bosh qismining rahatsizligi bo'lib, u ba'zida ig'ir bo'ladi, ba'zida yengil bo'ladi. Ba'zida vaqtliq bo'ladi, ba'zida uzun mezgil davom qiladi. Ba'zida ushtumtut paydo bo'ladi, ba'zida ost-osta paydo bo'ladi. Umuman qilib aytgan vaqtida bosh og'rig'i bizda davomli ko'rilib turadigan bir og'riq bo'lib, u bizning hayotimizga zo'r ta'sir ko'rsatadi. Bosh og'riqning o'rniga qarab, tövəndə rasmda ko'rsatilgandek bir necha turga ayirish mumkin. Birisi mushu quloqning atrofi og'rish, ikkinchisi oldi cheki, ya'ni ko'zning ikki tarafi, burunning atroflari og'rish, uchinchisi ko'zning atrofi markazlik qilib og'rish, anandan keyin to'rtinchisi peshonasi og'rish, beshinchisi boshniki, ya'ni yuzning bir tarafi yoki boshning bir tarafi og'rish, anandan keyin oltinchisi beshiniki ust tarafi yoki keyni tarafi og'rish. Bu faqatla og'riq joylashgan o'rinlarga qarab bosh og'riqniki o'xshamagan turlarga ayirish bo'lib, buningki sabablariga qarab yana tövəndə men to'xtalib o'tmoqchi bo'lgan bir nechta taraflarga ayirish mumkin. Bosh og'rishning sabablari. Birinchisi ro'y xarakterlik, ya'ni psixikalik bosh og'rish. Ikkinchisi nerv xarakterlik bosh og'rish. Uchinchisi ma'lum kasallik sababidan kelib chiqqan bosh og'rish, ya'ni boshqa kasalliklarningki agashma kasal alomatlari bo'lgan bosh og'rish. To'rtinchisi dora va zarlik modda sabablardan kelib chiqqan bosh og'rish, ya'ni ba'zi zarlik gazlarga yaqinlashgan vaqtimizda unidan kelib chiqqan bosh og'rish yoki bo'lmasa ba'zi ximiyalik o'g'itlar sababidan kelib chiqqan bosh og'rish yoki bo'lmasa biz ma'lum kasalni davolash uchun ishlatgan dorilarningki aks ta'sirdan kelib chiqqan bosh og'rish. Bularning hammasini shu 4-turdagi dori va zarlik modda sababidan kelib chiqqan bosh og'rish doirasiga kirgizish mumkin. Ro'y kayfiyat bilan munosabatlik bosh og'rish. Bu eng ko'p uchraydigan bosh og'rish bo'lib, jiddiylashish, ochiqlanish, qattiq g'am andishiga tushish, ko'ngli yerim bo'lish, qayg'urish, yaxshi yoki yetarlik uxlayolmaslik qatorliq sabablar osonla bizning bosh og'rishimizni keltirib chiqardi. Bu bosh og'rishni keltirib chiqargan omillar ichida ba'zilarininki bosh og'riqni keltirib chiqarish mexanizmi aniq, ba'zilarining uncha aniq emas. Misolanga, shu odam ochiqlangan vaqtida, jiddiylashgan vaqtida qon tomirlar tarib, qon besimi yuqorilaydi. Natijada qon besimining yuqorilashi bilan bosh og'rish kelib chiqadi. Andan keyin kechida yaxshi uxlayolmagan vaqtidami menga yaxshi orom ololmay, deganda beshimiz ig'irlashadigan, beshimiz og'riydigan ahvollar ko'rildi. Albatta, bir qism bosh og'rishningki mexanizmi undaq aniq emas, lekin bu bizning hayotimizda eng ko'p uchraydigan bosh og'rish bo'lib, ko'pinchimiz bu bosh og'rishni boshdan kechirgan. Bu bosh og'rishdan saqlanishda eng muhim bo'lgani kayfiyatimizni turoqliq tutish, ya'ni oson ochiqlanmaslik, qayg'urmaslik orqali bu xil bosh og'rishniki paydo bo'lishdan saqlanish mumkin. Beshining yarimi yoki bir qismi og'rish. Bu xil bosh og'rishni inglizchada migraines deb ataydigan bo'lib, bumo eng ko'p uchraydigan bir xil bosh og'rish hisoblanadi.
Bu xil bosh og'rish ba'zida alohida ig'ir bo'ldi, ba'zida uzun mezgil davomlashadi. Hozirga qadar bu xil bosh og'rishning sababi texi uncha aniq emas. Davolashdimi bosh og'rishni to'xtatadigan dori ishlatishdan boshqa alohida shifoliq bir davolash usuli yo'q. Qisman tadqiqot natijalariga asoslangan vaqtida bu xil bosh og'rishni yengni bilan davolashda alohida unum beradiganligi ma'lum. Lekin buningki natijasi bak umumlashmag'achqa, ya'ni uningki unumi alohida jazmlashmagachga, ya'ni ko'p sonda kishilar bu kasal giribdor bo'lgan ko'p sonda kishilar yanala bosh og'rishni to'xtatadigan doriga tayinib, o'zininki bosh og'rish masalasini hal qilib kelmoqda. Nerv xarakterlik bosh og'rish. Bu xil bosh og'rish shu miyadan chiqqan yuzdagi sizimlarni kontrol qiladigan nervininki besilib qilish sababidan kelib chiqqan bo'lib, og'rish ko'pincha ahvolda yuzimizdan boshlanadi, andan keyin beshimizningki boshqa taraflarga kengaydi. Bu bosh og'rishninki sababi garchi shu nervininki besilib qilishidan yoki yollig'lanib qilishidan boshlangan deb qaralsimi, ba'zida lekin uning aniq sababini tepish qiyin. Ya'ni qisman ahvol ostida shu bosh qismini CT rasm olgan vaqtida bu nervlarniki ba'zi o'smalar tarafidan besilib qolganligini bayqash mumkin. Lekin ko'pincha ahvol ostida bu o'smalar bak kichik bo'lganligi uchun yoki bu yollig'lanishninki nimasi darajasi bak ig'ir bo'lmaganligi uchun alohida sababni bayqash qiyin. Lekin shundaqdimi bu xildagi bosh og'rishni asosligi shu nervlarniki besilib qilishi yoki yollig'lanib qilishidan kelib chiqqan deb qaraldi. Virus bilan yuqumlanish sababidan kelib chiqqan bosh og'rish. Ya'ni eng ko'p uchraydiganimiz, biz davomli uchrab turadiganimiz shu odatdagi zukam yoki yuqumliq zukam bo'lib, uningdan boshqa nurg'unlagan virus bilan yuqumlanib qolgan vaqtidami bu xil bosh og'rish paydo bo'ladi. Bu xildagi bosh og'rish boshlangan vaqtida odatda shu burnimizni suv oqadigan yoki burnimiz putib qoladigan ahvollar bo'ldi. Yana burnimizniki to'shikchilarniki putib qilish sababidan qon aylanish to'salg'iga uchrab, miya bo'shliqininki besimiga ta'sir yetkazdi va ma'lum darajada bosh og'rishni keltirib chiqardi. Bu xildagi bosh og'rish odatda bek qattiq bo'lmaydi, biroq ba'zida muskul og'rish, ya'ni bo'yin og'rish bilan birga keladi. Buni odatda shu zukam bo'lib baqqanlar hammamiz bilamiz. Shu virusniki yuqumlanishi sababidan shu beshimiz og'riydigan, bo'ynimiz og'riydigan yoki ustixonlarimizdagi muskullar og'riydigan ahvollar hammasi shu virusningki yuqumlanishidan kelib chiqqan bosh og'rish hisoblanadi. Yuqori qon besim sababidan kelib chiqqan bosh og'rish. Odatda yuqori qon besimi ost xarakterlik kasal bo'lganligi, ya'ni qon besimininki yuqorilish jarayoni uzun muddatlik osti bir jarayon bo'lganligi uchun normalda alohida bosh og'riq keltirib chiqolmaydi. Biroq qon besimi qisqa vaqt ichida ushtumtut o'rlab ketganda qattiq bosh og'rishni keltirib chiqardi. Bu xil bosh og'rishqa odatda ko'ngli ilishish, yondirish, besh qiyish, ko'zi to'rlashish degandek boshqa alomatlar hamroh bo'lib keladi.
Bu xil bosh og'rish qon besimininki tövəllishi orqali to'xtab qilishi mumkin, lekin bundaq bosh og'rishqa duch kelgan insonlar eng yaxshisi uningga sal qarmaslik kerak, chunki bu xildagi bosh og'rish, ya'ni qon besimininki ushtumtut o'rlab ketish sababidan paydo bo'lgan bu xil bosh og'rish qayta sodir bo'lgan vaqtida uning keynidan shu mingidagi qon tomirlar yerilib, mingiga qon tushadigan ig'ir ahvollar kelib chiqishi mumkin. Shunga bu bosh og'rishni keyingi yomon oqibat kelib chiqishiningki bir oldingi signali deb qarab, uningga sal qarmaslik, ya'ni bu bosh og'rishningki sababini tepib chiqib, shu qon besimini yaxshi kontrol qilish nayta muhim. Bo'lmasa bo'lib bak yoshda cho'ng insonlar, ya'ni 50-60 dan ishib ketgan insonlarda bo'libmi burun qon besimi bor insonlarda agarda ushtumtut qon besimi o'rlab bosh og'rish kelib chiqqan vaqtida uning keynidan qon tomir yerilib mengiga qon tushish ehtimoli bo'lishi mumkin. Shunga mening tavsiyalarim bu xil hodisaga yo'liqqan qarindoshlar eng yaxshisi buningga sal qarmaslik, doktorga berib tekshirtish va munosabatlik davolashlarni ilib berishi nayta muhim. Mengiga qon yetishmaslik sababidan kelib chiqqan bosh og'rish. Bu xildagi bosh og'rishda odatda ushtumtut, ko'zi qorong'ulashish, beshiqish, so'zlayolmaslik, xotirasini yo'qotish qatorliq alomatlar birga ko'rildi. Bu xildagi bosh og'rishning asosli sababi shu bosh qismini, mengi qismini qon bilan ta'minlaydigan ba'zi qizil qon tomirlar ma'lum sabablar tufaylidan besilib qilib, shu qon ta'minlaydigan mengi rayonida qonsizlik, ya'ni qon yetishmaslik bo'lgan vaqtida bu xil bosh og'rish kelib chiqadi. Agarda bu bosh og'rish uzun davomlashsa, ya'ni shu mingini qon bilan ta'minlaydigan tomir to'slab qilib, bu uzun vaqt o'ssa, vaqtida bir taraf qilinmasa, u vaqtida shu minginingki qon ta'minlash kam bo'lgan rayonda mingi o'lish kelib chiqishi mumkin. Bumu bir xil xatarlik ahvol. Agar o'lab ketgan mingining doirasi keng bo'lib qolsa, bu bosh og'rish bilan birga qo'shilib yerim palach holatga kelishi yoki bo'lmasa gapqilanmaydigan, so'zlayolmaydigan holat kelishi yoki bo'lmasa ig'izniki yuzining bir tarafga maymoq bo'lib qilishi mumkin. Bu biroz ig'ir bo'lgan vaqtida, ya'ni shu menga qon yetishmaslikdan menga o'lganda bo'ladigan ahvol dastlabda faqatla yuqorida men deb o'tgandagidek kasallik alomatlar bo'ladi. Bu shu keyin yuz berish ehtimoli bo'lgan ba'zi ig'ir oqibatlarniki oldingi signali, ya'ni boshlanishi. Shunga bu xildagi bosh og'rishqimi sal qarmaslik kerak. Bu xildagi bosh og'rish ko'pincha hollarda shu 60 yoshdan ko'plarda jiqroq uchraydi. Anandan keyin kolesterol moddasi yuqorilarda uchraydi. Anandan keyin qon besimi yuqoriladimi bu xil ahvol ko'proq uchrashi mumkin. Shunga bu xildagi bosh og'rish yuz bergan vaqtidami hargiz sal qarmaslik, vaqtida doktorga berib tekshirtish va muvofiq bir taraf qilish lozim. Menga o'smisi sababidan kelib chiqqan bosh og'rish. Mengida o'sma bo'lgan vaqtida mengining besimi yuqorilab ketib, bosh og'rishni keltirib chiqirdi. Bu xildagi bosh og'rish odatda yish cho'nglarda ko'p uchraydigan bo'lib, bosh og'rish vaqtning o'tishiga ergishib tadrijiy taraqqiy qiladi. Ham bosh og'rish qattiq og'riganda ko'ngli ilishish va qusishdek alomatlar birga ko'rildi. Buningimi alayda sal qarmaslik kerak, ya'ni doktorxonaga berib tekshirtish kerak. Bu agar bu o'sma biroz cho'ng bo'lgan bo'lsa, CT tekshirishlarda shu o'sminingki cho'ng kichikligi o'rni aniq chiqib
chiqadi. Shunga agar uzun muddat davom qilgan tadrijiy ig'irlashib mangan bosh og'rish bo'lapmbak cho'nglarda ko'rilgan bu xil og'rishqa faqat sal qaramaslik kerak, vaqtida tekshirib yomon oqibatlarninki bo'lishini yo'qligini jazmlashtirish kerak. Agarda bu agar tekshirish ilib bormay faqatla ba'zi og'riq to'xtatish dorilarini yeblar ekansa og'riq pasaytgan vaqtida kasallikni vaqtida bayqilishi, vaqtida davolashi kechib ketishi mumkin. Shuning bilan ba'zi yomon oqibatlar kelib chiqishi mumkin. Yana bir xil mushu ig'ir darajadagi bosh og'rishi bo'lsa, miyaga qon tushish sababidan kelib chiqqan bosh og'rish bo'lib, bu xildagi bosh og'rish ushtumtut qo'zg'aladigan va tadrijiy ig'irlashadigan bosh og'rish hisoblanadi. Ko'pincha ahvolda ko'ngli ilishish, yondirish, yondug'isi kelish, qusish qatorliq alomatlar birga ko'rildi. Bu xil bosh og'rishninki qo'zg'alishi ushtumtut, taraqqiyot tiz bo'ladi. Oxirida yiqilib tushish va hushidan ketish ga taraqqiy qiladi. Men yuqori deb o'tgandagidek, mushu qon besimininki yuqori bo'lishidan kelib chiqqan bosh og'rish vaqtida bir taraf qilinmasa, eng oxirida mushu miyaga qon tushishini keltirib chiqarishi mumkin. Bosh og'rish texmi ig'irlashi mumkin. Bu kasal ko'rsatish va bir taraf qilishda biroz kechikkanlik kelib chiqadigan oqibat. Shunga eng yaxshisi bu holga kelishdan saqlanish kerak. Yana bir xil әгәшмә xarakterlik bosh og'rish miya yallig'i, miya pardiyallig'i sababidan bo'libmi, miya yeringliq ishiq sababidan kelib chiqqan bosh og'rish bo'lib, bu bosh og'rishni keltirib chiqargan asosli sabab shu miya yallig'i, miya pardiyallig'i yoki miyadagi yeringliq ishiq. Bu faqatla bu kasallikki әгәшмә alomati hisoblanadi. Bu xildagi bosh og'rish odatda boshqa yallig'lanishda bo'ladigan qizish, titrash, ko'ngli ilishish, yondirish qatorliq kasallik alomatlar birga bo'ladi. Bu xildagi bosh og'rishda og'rish ko'pincha hollarda kichik bolalarda ko'rildi. Andan keyin mushu yallig'lanishninki alomatlarimi biroz kuchli bo'ladi. Bu xil bosh og'rishni farq etish biroz oson. Andan keyin bu xil bosh og'rishi kiribtar bo'lganlar cho'qim doktorxonaga berib davolatadigan gap. Lekin qisman ahvol ostida agar bu miya yallig'i yoki miya parda yallig'i jiddiy xarakterlik bo'lmay, ast xarakterlik yoki so'ralma xarakterlik bo'lganda yoki burun giribtor bo'lgan bir yallig'niki qoldiqi sababidan kelib chiqqan bo'lsa, ularda alohida qizish, titrash degandagidek yuqumlishniki kasal alomatlari bo'lmasligi mumkin. Bundaq odamlarda shu bosh og'rishi bilan ba'zida tutqoqlik kasal birga kelishi mumkin. Bu shu hozir mavjud bo'lgan yoki burun qilib qolgan shu miya yallig'i, miya parda yallig'i degandek ashtaq yallig'lanishlarniki sababidan kelib chiqqan әгәшмә bosh og'rishi hisoblanadi. Eng oxirida deydigan yana bir bosh og'rish bo'lsa, jinsiy munosabat sababidan kelib chiqqan bosh og'rish. Bu xil bosh og'rish har qitim jinsiy munosabat qilishninki jarayonida yoki uningdan keyin paydo bo'ladigan bosh og'rish bo'lib, bu bosh og'rishninki davomlash jarayoni bek uzun bo'lmaydi. Andan keyin shu vaqtning o'tishi bilan o'zligidan yo'qolib ketadi. Bu bosh og'rishda normalda alohida andish qilgudek ish yo'q. Lekin shundaqdimi agar bu bosh og'rish bek ig'ir bo'lgan vaqtida yoki bo'lmasa boshqa bosh
ağrış bilen farqlandirish qiyin bo'lgan vaqtida eng yaxshisi doktorga berib ko'rinish kerak. Boshqa yomon oqibatlarniki yo'qligiga jazm qilgandan keyin, anandan keyin odatdagi og'riq pasaytiradigan dorilarni ishlatish orqali bu bosh og'rishdan qutulsak bo'ladi. Lekin agarda jazmlashtirolmaydigan ish bo'lgan vaqtida eng yaxshisi yanada doktorga berish kerak. Baş ağrışını bir taraf qilish. Baş ağrış yalğız köp uçuraydigan odatdagi kasalliklarninki kasal alomati bo'lib qolmasdan, balki yana ba'zi bir ig'ir tipdagi xatarlik kasalliklarninki boshlanish signali hisoblanadi. Shunga bosh og'riganda hargiz sal qaramaslik kerak. Bo'libmi ushtum tut ağırgan baş ağrıqıga nisbeten bazı ig'ir kasalliklarninki yo'qligini jazmlashtirmay turib, oldirab og'riq pasaytiradigan dorilarni ishlatmasligimiz kerak. Bo'libmi yosh cho'ngaygan vaqtida yoki burun ko'rilib boqmagan bosh og'riqi, g'alati bosh og'riqi paydo bo'lgan vaqtida oldi bilan cho'qim doktorga berib tekshirtib, ig'ir kasalliklarniki ba'zi yomon oqibatliklarning yo'qligini jazm qilgandan keyin, anandan keyin og'riq pasaytiradigan dorilarni ichish yoki munosabatli davolashlarni ilib berish kerak. Agar tekshirish jarayoni, doktorga ko'rinish tekshirish jarayonida ba'zi ig'ir kasalliklar bayqalsa, oldi bilan shuni asos qilib davolash kerak. Ya'ni u kasallar saqaygandan keyin bosh og'rish agar u kasallar sababidan kelib chiqqan bo'lsa, shu kasallarning saqayishi bilan bosh og'rishmi yo'qolib ketadi. Anandan keyin bular bak yoshga cho'ngayganlar agar qon besimi bo'lsa, cho'qim qon besimini yaxshi kontrol qilish kerak. Bo'lmasa qon besimi tadrijiy yuqorilab, oxirisida miyaga qon tushadigan yoki yurak kesili qo'zg'aladigan ahvollar kelib chiqishi mumkin. Undan boshqa anandan keyin osti xarakterlik tadrijiy taraqqiy qilgan bosh og'riqlarmi miyada o'sma bo'lishniki bir oldingi signali bo'lganligi uchun uningmi oldirab sal qaramaslik kerak. Ya'ni bosh og'riq dorisi ishlatib lakin bo'ldi qilmaslik kerak. Chunki unda qilgan vaqtida u kasalliklarni davolaydigan eng qimmatli fursatni qo'ldan berib qo'ygan bo'lamiz. Shunga o'zimiz shu bosh og'riq boshlangan vaqtida uniki sababini, ya'ni nima sababdan bosh og'riganligini bilmagan vaqtimizda eng yaxshisi doktorga berib ko'rinishimiz bek muhim. Bugungi leksiyarimni mishada tugatmoqchi. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat. Kelaqtim ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Xudoga omonat.